Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Blogimizga Instagramdan ko'rib, Facebookdan, YouTubedan ko'rib opalarimiz murojaat qilgan ekan. Nima uchun murojaat qilgan? Hozir kechroq bo'lsa ham yo'lim tushib qoluvdi, uchradi. Xabaringlar bor, yakka-yolg'iz ayollarga, davolanish uchun nogironlarga hukumatimiz tomonidan mablag' ajratiladi. Shu qanaqa ajratiladi, nima ajratiladi so'raganda ozgina tushuncha bergani keldim. Avval o'zlaringizlar bir qadar tanishtirsanglar opalar. Oltinko'l tuman, Andijon. Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Qaysi MFI? Yangichek. MFI'da turamiz. Identitet qanaqa? Bu Betmi, Ziyoli mahalla. Ziyoli mahalla. Endi yaqin 12-maktab bu, mana maktab qanaqa? Bu 12-maktab. 12-maktab orqa tomonda uy. Orqa tarafi. Ha. Kim kasal opajon uyda? Xo'jayinim og'riyapti. Qanchadan beri og'riyapti? 10 kundan beri og'riyapti. Operatsiya bo'ldi. Nima bo'yicha operatsiya bo'ldi? Endi orqa belidan operatsiya bo'ldi. Mashinaga. Yordamga muhtojsizlar, yordamdan operatsiyaga yordam kerak. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi-da aka. Ha, Alloh sabr bersin. Ha. Mahalla komitetligami yo alinaqigan uchrab ko'rmadingizmi? Yo'q, biz unaqa qog'ozbozlikni qilib bilmaymiz uka. Ha, bo'lmasa men bitta ariza namuna beraman sizlarga, tayyor yozuv. Shuni ariza yozib haligi topshirasizlar. Men mana hokimiyatga bitta o'zingizlar tuman hokimiyatlariga ijtimoiy himoyaga topshirasizlar. Agar ko'rib chiqib to'g'ri deb biladigan bo'lsa, oilaviy ahvolinglarni boshqalar qiladigan bo'lsa, shu qariyaga uyimizga alina qilamiz. Baqir-chaqir shovqin ishlayapti, nimadan bu? Ha, uyimiz ketida stadion bor. Qanaqa stadion? Arena qurishgan. Qanaqa arena? Endi bu bolalarga-da, endi mana futbol maktab bolalariga qurilgan. Xo'p, 12-maktab orqasiga. Ha. Maktabda orqasi. Endi ashuni to'polani. Endi rahmat, yangi qurilgan. Kim qurib berdi? Prezidentimiz mahalla orqali. Viloyat hokimimizga rahmat. Rahmat. Chiroyli bo'lib qolgandir, avval eski edi. Chiroyli maktabimiz juda chiroyli. Maktabimiz rektori ham rosa yaxshi ayol. Gaplashib turamiz, tezda ko'rishamiz, rahmat deymiz. Chiqib aytamiz, mana shunaqa bolalarga rahmat deymiz, o'ynashganiga deymiz. Endi sport faoliyatiga adolat hukumat darajasida sport bilan shug'ullangan yaxshi-da endi ancha. Bog'chalar qurilyapti. Betimizda. Endi men avval o'tganimda ko'rardim, eski maktab edi, juda xarob edi. Yaqinda ham ko'rdim, haqiqatda o'ta go'zal ekan. Viloyatimizga, hokimga alohida rahmat, alohida e'tibor. Faqat chiroyli bo'lib qoldi. Necha shovqin ekanda. Kechasi. Soat necha bo'ldi? Soat kunchi? Soatimiz 11 bo'ldi. 11 bo'ldi, ha. 2026-yil 17-apreldanmi soat 11:00 da hali shovqin. Onda to'xtatish kerak shovqinni. Bolalar yosh ekan, o'ynaydi. Yoshlik payti hamma o'ynaydigan. Endi hali o'ynayotganda so'kinatda iloji. Endi buni. Endi yosh ekan, tanamiz ekan, 1-2 qilib ko'rdik. Nima dedi bu Mahalla uchastkoviga qildik. Rahmat ularga ham. Ular ham ancha shug'ullanishdi, kelishib, mana shu yerga kelib. Kelib shug'ullansa ham so'kinishyapti-kan. Endi nima qilamiz? Endi yosh bolalar rahmat deyapmiz uchasi. Direktorga ham rahmat deyapmiz. Har doim chiqamiz direktorga ham. Faqat iltimos qilsanglar bo'lar ekan, sababiki 11 o'lyapti shovqin. Gapirmang uni, rahmat. Mayli, bolalarimiz boriga shukr. Shunchalik. Endi shuni bolalarni pulga o'ynatganiga ham shukr. Ha, pulli ekan bu. Voy, pulli ekan. Davlatga pul to'lashar ekan bular. U davlat o'zi tekinga pul berib, tekinga futbol o'ynaydigan bo'lsa nimaga pul to'laydi? Endi biz ham aytdik, nimaga pulga nima qilsak? Mahalla uchun-ku, o'zi mahalla o'ynash kerak-ku tekinga. Yo'q, tekinmas ekan, pullik ekan. Ha, pulli ekan. Pulli ekan. Endi uni bizga ham taklif qilishdi. Sizlarga hamcha pul beramiz deyishdi. Nimaga pul berasiz? Shovqinni endi anaqa qilib yopish uchun-da, endi biz bizga telefon qilganinglardan keyin qilganimiz uchun bizga ham pul talab qilishdi. Yo'q, nima qildik endi hamma. Lekin bizga telefon qilsa ham, haligi undan keyin baqir-chaqir bo'lyapti. Ha, baqir-chaqir. Yo'q, rahmat. Rosa shug'ullanishyapti. Ayniqsa mahalla uchastkovoyimiz, direktorimiz nazoratga olib har doim mana shu ikkita bolamiz bor, rahmat tashlarga ham kirishadi nimaga, nima kam deydi, asablaringizga dorilar olib beraylik deyishadi menga. Asabim tugadi ukalar desam. Haqiqatda qiyin ekan. Yashab ko'rgan bilan ham. Siz kelib bildingizmi? Sizga ham rahmat uka. Rahmat. Endi men ham qadam bilyapman, opa. Men to'g'risi mana sog'lig'i chata deganingizga men hozir aytyapman.
to'y-po'y bo'lyapti shekilli deyapman, baqa chaqirib olganiga. Endi bolalar to'p deb o'ynaganda shunaqa bo'ladi. Menimcha o'nda to'xtatishda uchastkoyimiz menimcha ditchadagi vaqt bo'lmay qolyapti shekilli. Endi buzish qilgan bo'lsanglar ko'rib chiqib beradi xudo xolasa. Qonuniy deyishyapti endi biz ham endi qog'ozbozlikni bilmaymiz endi. Endi kimga borishimizni ham bilmayapmiz. Ha, endi mayli mana shu uchastkoylarga rahmat, direktorimizga rahmat, shug'ullanamiz deyapti. Endi ichki ishlar boshlig'imizga alohida minnatdorchilik bildiramiz, rahmat aytib qo'yamiz. Faqat murojaat iltimos undan keyin shovqin aka haqiqatdan men kelib bildim. Ana shuning uchun rahmat murojaatini kechasi uxlashmaydigan bularni. Kechasi uxlashmaydigan. Kunduzini gapiring. Ha, endi kunduz endi maktabda bolalar baqa chaqirib qiladi. Rozimiz. Bularga ham endi rozimiz dedik. Soat ashi to'g'ri, 11da уже shovqin bo'lib qoladi ekan. Dam ololmay qolasiz, to'g'ri. Dam olmaymiz. Tugayapmiz endi uka. Ha, bo'ldi, yaxshilik olib. 80ga kirgan bum bor. Ha. Qulog'ini bekitib o'tiribdi uyida. Rahmat, mana shu bolalar o'ynaganiga, uchastkoyimizga, direktorimizga rahmat deyapti. Bugun gaplashuvdik. Endi ajomas ichki ishlar boshlig'imiz sal ko'rib e'tibor berib qo'ysa biz xursand bo'lasiz. Bo'lmasa o'zi ham bir kelib ko'rsa yaxshi bo'lasiz. Qo'shnim ayting, qo'shnim ham yuragi chatag'ida. Bu ham rahmat deb chiqdi nimaga? Uchastkoylarga sizlar shug'ullanyapsizlar endi. Biz bu narsa qila olmaymiz. Shug'ullansa menimcha 3-4 oyda ko'rib hal qilishib beradi. Biz ikki qilgan bo'lsanglar yopganda mana qilsa kerak. Shuning uchun xo'p, xudo olsa ona ariza namunalarini berib qo'yaman. Ijtimoiy himoyaga davlat shu ajomas bir davolashga ozgina mablag' olib qolsa, yo'qsam bepul ko'rib olib qolsa, tibbiyot xodimlarimiz kelib ko'rib qolsa, mana manzilliklar, ijtimoiy tarmoqdan yozdinglar. Ben nima deymiz endi, rahmat aytamiz rahbarlarga. Ichki ishlar boshlig'imizga, Andijon viloyat ichki ishlar boshlig'imizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Iltimos ko'rib qo'yinglar. Biz faqat iltimos qilamiz shuning uchun. Xoscha xayr, keyin ko'rishguncha rahmat katta.